Alejida o'tiribmiz. Aytib beraveraymi? Boshlab qo'ydinglar ayting endi. O'tiribmiz. Somsani pishirib qo'ying. Haqiqatan shirin qilamiz lekin somsani-da, qarz-qurs somsada. Keyin hech odam kelmaydi degani bozor emas-da u. Bitta qishloqda endi o'rtasida bozor emas u. Bunday oddiy nima akfadan qilingan. Ayam biz sezyapman, o'sha siqilyapti-da ayam. Biznes bo'lmayapti-da. Bekor boshladim-mikan. Endi bozorda aylantirib sotmaganman-da men endi. Keyin aya dedim, ha dedim. Patnizga tering dedim, o'tirib olganman stolga. Keyin tering desam, nima qilasan deyshodi. Bozorga borib sotib kelaman dedim. Shu somsamni sotib kelaman dedim-da. Desamki ayam, qo'y, bora olmaysan, sota olmaysan dedi ayam. Keyin, yo'q sotib kelaman dedim. Nima qiling, sanang dedim. Sanashib 50 dan 70 ta somsa sanashdi. Ali stoldan turib ketishim qiyin bo'lyapti lekin. Endi odam aliga nima katta ketishingiz ham bo'ladi-yu. Men somsa sotamanmi, aylantirib deysiz. Shunaqa nima ichimdan o'tdi-da, keyin o'zimga o'zim aytdim. Dedim, sen kimsan dedim o'zimga o'zim. Bu rizq bo'lsa bu dedim. Ha shu Alloh rizq qilgan bo'lsa, shuni sotib kelaman hozir dedim. Dedimda keyin tapa turdimda bering ayadini patnizni shunday olib namazga chiqdim. Namazga chiqdimda o'tiribman endi Alejida. Qizarib ketyapman namazda ham. Shopirimga qaradim. Shopirimga qaradi. Somsa olasizmi? Somsa olasizmi desam. Yo'q, opa, hozir obed qilyapman dedim. Birinchi so'rash shundan boshladi. Ham yaxshi kiyinib olganman. Kiyinishim ham yaxshi kiyimdaman-da. Halilar ko'ryapti menimcha dedim, bu bir nima olyapti shekilli deb o'ylayapti shekilli dedim. Tushib sotganimda. Nimalarga kiryapman, patniz ushlab olganman. Somsaysizlarmi deyman-da, somsaysizlar sotishni bilmaysiz dedim. Somsaysizlarmi desam, bunday qaraydi birinchi menga boshdan oxirigacha qaraydi-da. Keyin ha, olib keling dedi. Keyin ayam telefon qilishdi. Aya sotib bo'ldim desam, ayam xursand. U sotuvchi bo'lib qolsin, sotibsan. O'sha yerda keyin ertasiga kelib, o'sha 5 kundan keyin o'sha yerda somsa qilganmiz bozorda.